Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Shusiz? Opa? Hozir. Singlim, sizni dardingiz og'ir. Sizga Xudoning qahri kelgan, kimdir sizni o'qitgan. Yo'q-e. Ha, xuddi shunaqa qilgan. Ko'ryapman, hozir to'xtang. Eringiz haqida gapirmoqchimisiz? Ha, nima bo'lgan eringizga? Yo, to'xtang, ko'ryapman. Eringiz sizni uradimi? Yo'q. Bo'lmasam, ko'ryapman, kelyapti. Eringiz siz ichadi. Yo'q, ichmaydi. Voy. Ko'ryapman, hozir aytaman. Eringiz sizga pul bermaydimi? Yo'q, pul ham beradi. Unda nima qiladi? Opa, shu desiz erim qizlar bilan yuradi. Voy, ko'zi uyilib tushsin. Unda nima qilamiz? Shu desiz, opa, ana issiq sovuqmi bir o'qitvasak bo'lmaydimi? Bo'ldi, voy, unda chiqaring. Mana opa. Ebi. Voy, singlim, dardingiz og'ir, yana chiqaring. Bo'lmaydi bu. Chiqmayli mana erim uchun. Voy, ko'ryapman. Hozir. Ko'ryapman. Hozir 1 minut to'xtab turing. Voy. Voy, yomon chiroyli qiz ekan-ku bu. Voy, uyolib beribdi bu. Voy, restoranlarga olib boryapti ekan. Figurasi Jennifer Lopes'dan ham chiroyli ekan. Yo'q-e. Voy, uyilmasam, mashina ham olib beribdi. Va lekin bunaqa qiz bo'lganda men ham yurib ketaydim. Yomon o'ziga qaraydigan qiz ekanda. Siz qachon oxirgi marta oynaga qaragansiz? Voy opa, bizda vaqt bor ekanmi? Men bolalarga qaraymi, ro'zg'orni qilaymi, qaynona qaynotani ko'ngliga qaraymi, erni ko'ngliga qaraymi? Opa, biror nima qilaylik shuni, biror nima qilib bering, o'qitib bering. Hozir isitib beraman. Qaynoqqina hozir. Samarqandda, Pavarotda. Hozir. Xolisxon kosmetologiyasida. Yuzingizni borib, o'sha begajin qildirgandek uxot qildirishingiz kerak. Pul bering, men o'zim sizni olib borib qo'shing-da, bu nima bo'ladi, ebi? Yana qo'shing eringiz uchun. Bo'ldi. Turing, olib ketaman o'zim. Turing. Ebi. Ana, keldik. Chaqqon yursang bo'lmaydimi? Tez, mana kichkinagina bo'lib, ana topdim. Kel. Kel bu yoqqa, mana. Assalomu alaykum, opa. Kelinglar qizlar, assalomu alaykum. Nima xizmat? Voy, opagina. Ro'za qilib bering, xo'p? Yot, davay. Voy, ibima uylay. Apa, meni ham yuzimni shunaqa yoshartirib bering.